Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, do'konimizga 3 xil turdagi 76 lik gulubinalarimizdan kelgan videoni oxirigacha ko'rsang, qisqacha ma'lumot berib tanishtirib o'tib ketamiz. Kimga shunaqa gulubinalarimizdan kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga telefon qilib bemalol zakaz qilishlari mumkin. Xudo xolosa dastavkalarimiz bor. 12 ta viloyatgacha yetkazdirib beramiz dastavkalar kelishilgan holda. Videoni boshlamasimizdan kelib videoga bittadan like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar. Qani biz unda tanishtirishni boshladik. Bu suvna so'zlarimizga kelib papiloyli va papiloysiz variantlaridan kelgan. Unda biz mana birinchisidan boshladik. Bu suvna so'zimiz Xitoy davlatida ishlab chiqarilgan, firmalari Eko bo'ladi, 220 ga ishlaydi. Ko'rishlik mumkin. O'zida kabeli 10 metrlik kabelgacha qo'yilgan admotkalarimiz, pastlari chugulli variantdan bo'ladi. Ko'rishlik mumkin. Suvna so'z olishda adashib qolmaysizlar, papiloyli variant. Bunimizni kilovatlarga keladigan bo'lsa kerak, kilovatlar 0.75 vatt bo'ladi. Tok rasxoti ham o'ta kam holatda 1 soatda kelib 37 tonna suv chiqaradi. 9 metr podiyomlikgacha bemalol suvni otib beraveradi akalar. Soatiga 37 tonna suv chiqaradi. 220 ga ishlaydi. Ko'rishlar mumkin. Sifatlari ham o'ta ideal holatda ishlangan. Taylari chugulli bo'ladi. Papiloyli variant. Narxiga keladigan bo'lsa kerak, bunimizning narxi 1.50 ming so'mdan do'konimizga kelib xarid qilishlari mumkin. Keyingi variantimiz kelib, xuddi shu variantimizni papiloysiz variantli bo'ladi. Bunimiz ham Xitoy davlatida ishlab chiqarilgan eng original firmalardan hisoblanadi. Bunimizda taylari ham chugulli variant bo'ladi, ko'rishingiz mumkin. O'zida endi 10 metr kabeli ham bo'ladi, 220 ga ishlaydi. Bunimiz motorlarga keladigan bo'lsa kerak, bunimiz motorlar 1.1 kilovat bo'ladi. Soatiga 60 tonna suv chiqaradi, 8 metr podiyomlikgacha bemalol tashlab beraveradi, 220 ga ishlaydi. Admotkalari kelar 100% mis bo'ladi. Qolgan do'konlarda alyuminli narsani ham mis deb sotishyapti akalar, aldanib qolmaysizlar. Bularimiz osilgan 100% admotkalarimiz. Bunimizning narxiga keladigan bo'lsak, bunimiz narxi xudo xolos anchagina arzon chiqqan. 950 ming so'mdan do'konimizga kelib xarid qilishlari mumkin. Papiloysiz variant, papiloyli bilan papiloysiz variantni ham hozir nima xususiyati borini aytib o'tib ketaman. Papiloyli variant osilgan kelar, suv noboda suv qurib qolsa avtomatik o'chadi. Papiloysiz variant osilgan o'chmaydi. Kimgadir papiloyli variant, kimgadir papiloysiz variantdan ham bor do'konimizda. 950 ming so'm qilib beramiz. Keyingi variantimiz akalar, bu ham Xitoy davlatida ishlab chiqarilgan 76 lik bo'ladi, ko'rishingiz mumkin. Bunimiz ikkalasiga qaraganda hamma joyi chugun bo'ladi akalar, ko'rishingiz mumkin. Sifatlari ham o'ta ideal holatda ishlangan papiloyli variant hisoblanadi aka, ko'rishingiz mumkin. Bunimizning motorlarga keladigan bo'lsak, bunimizda kilovatlari akalar 1.1 kilovat bo'ladi, soatiga 40 tonna suv tashlaydi. Ularga qaraganda anchagina ko'p suv tashlaydi. Bunimiz bemalol akalar 9 metr tikka podiyomga suvni otib beraveradi. Papiloylarni ham ko'rishingiz mumkin. Ideal holatda ishlangan 2025-yilda suvna so'zlar o'zida kabeli 10 metrlik o'sha mis kabeli bo'ladi. Bunimiz akalar hamma joyi ko'rishingiz mumkin. Men kirchatkasigacha torda hamma joyi chugulli variant bo'ladi. Bularimiz osilgan tay chugulli bo'lsa, bunimizda hamma joyi chugulli. Taroziga tortib ko'rsalaring akalar, bunimiz anchagina og'ir chiqadi. Bunimizning narxi 1.1 ming so'mdan do'konimizga kelib xarid qilishlari mumkin. Kimga shunaqa akalar suvna so'z gulubinalarimizdan kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga telefon qilib zakaz qilishlari mumkin. Xudo xolosa dastavkalarimiz bor, kelishilgan holda yetkazdirib beramiz. Keyingi videomiz akalar, qanaqa suvna so'zlar haqida bo'lsa kommentariyaga yozib ketsalaring, o'sha haqida xudo xolosa qo'ldan kelgancha video olishga harakat qilamiz. Do'konimizda barcha turdagi suvna so'zlarimizdan bor akalar. Videomiz yoqqan bo'lsa bittadan like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar.